klinikani, men reklama qilganman, odamlar o'lib ketsa men javobgar bo'lmay. Sigaret chekkanlarimiz hammasini rasmini qo'yib qo'yaman. Siz, Abduqodir, Asliddin, Doston, meni xonamda to'g'ri men bilan birga parovoz xirurglar naqd qo'y. Sigaret chekib o'tiradi tepamda. Men detskiy ortoped ekan, umid ekan. Xirurg emas ekan, hech kim emas. Ko'rsatsin dokumentni. Bo'lgan kunimdan shu kungacha kamera ochdi, operatsionniy ishi kirdi, chiqdi, xonam hamma yetar yurganlarim. Davay ko'chaga chiqib ketibman, men ochilgandan keyin bara kameraga chiqqanman. O'zimni o'ylab, o'sha ochilib bo'lib suv ketgandan keyin. Hop, sigaret chekkanlarimiz hammasini rasmini qo'yib qo'yaman. Siz, Abduqodir, Asliddin, Doston, meni xonamda to'g'ri men bilan birga parovoz xirurglar naqd qo'y. Sigaret chekib o'tiradi tepamda. Kim sana operatsiya qildi? Bir pachkalab sigaretga ruxsat berganlar. Hujjat Davay bilan 5 kun turaman men. Kim qaysi hujjat yo'qdan sana operatsiya qildi? Doston qildi, hammasini hujjati yo'q. Men ham detskiy ortoped ekan, umid ekan. Xirurg emas ekan, hech kim emas. Ko'rsatsin dokumentni. Yo'q, klinikani, men reklama qilganman, odamlar o'lib ketsa men javobgar bo'lmay. Mani deb klinikaga kelganlar kelmanglar, o'lib ketasizlar bu yerda. Umuman yopilsin bu medkonsult klinika. Bo'ldi, qo'y.